Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Şarkı Türkistanlık aziz qarindaşlar. Hammalarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün yana bir tema bilen huzurunlarga çıkıp kaldım. Zaman zaman insanlarning tishiga tegadigan ba'zi temalarni so'zlab qilishga majbur bo'laman. Buning sababi hayotda aman haqiqatni so'zlashga petanalaydigan odam kerak. Lekin bizning xalqimizda burundan men yozmishlarimda so'zlaganlarimda deb o'tgandek lamzalli diplomatlik mijozi haqqi yomon bo'lib qolmaslik, hatto munofiqlarga yomon bo'lib qolmaslik yo'lini tutadigan bir xil lavzlik var. Onun için köp çağılda kişilerge yakmaydıgan temalarını sözleş manışıp kaladı. Bu yüzden qarindaşlarının eğer adalet duygusu yo'qolib ketmagan bo'lsa, o'lmagan bo'lsa, Xitoylarning vijdon va adalet duygusu yo'q deymiz-ku. Xitoylarga o'xshab ketmagan bo'lsa, adalet duygusu bor bo'lsa, haqni haq deb meydonga chiqsa, adalet duygusu bor odam o'ziga adolatsizlik bo'lganda o'tirg'i chiqadigan odamni demoqchi emas u. O'ziga adolatsizlik bo'lganda eng chuprandi odammi uningga qarshi ma'lum inkosda bo'ladi. O'zining chamiga yarasha. Bu yerda deyilayotgan adalet duygusu sizga munosabatsizlik bir ishqimi? Ko'chada uchrashgan bir adolatsizlikka yoki to'rda uchrashgan bir adolatsizlikka, garchi sizga munosabat bo'lmasimi bevosita. Derhal g'ojida ochchig'ingiz kelib, aralashganingiz kelgan bo'lsa, bu sizde adalet duygusuna uğraganlık. Şuna qarindaşlarning adalet duygusunu gıdıklap duruşunu ümit qılaman. Bazı adaletsizlikka men emas, sizlar javob bersanglar, texmi yaxshi bo'ladi. Ba'zilar yo'l tomg'i eshak tepgandek inkoslarni yozadi. Xabaringlar bor. Bu inkoslarga agar adalet duyg'unlar bo'lsa, men emas, sizlar javob bersanglar, texmi joyida bo'ladi. Düşmanning uji qishiga texmi yaxshi bo'ladi. Chunki men o'zim aqlasam, uning bek to'g'ri bo'lmaydi. Ikkinchi bir talabimni deb qo'yay, chaqda unutilib qolaman. Buga yodimga yetib qoldi. Da qilib barmoqimni qilib qo'yishning bir nimaga cho'ng foydasi yo'q. Uningga men bek xo'shilibmi ketmayman, uningga bek ufurib ketmayman. Bu videoning ko'proq tarqalishi uchun o'rtoqlashib qo'yinglar, ham bahrlab qo'yinglar. Uning foydasi bor. Xo'sh. Endi o'sha rasmiy temaga kirishdan burun bir oz chaqishib gap qilib qo'ygim kelyapti. Bu to'g'rilarda ko'zimga chalqib qoladi ba'zi nimalar. Bek uzun kezishdan shunday nafratlanan. Bir qarindoshimiz ya shu WhatsApp bilib Facebookni bir taqib etadigan shu bo'lsa debdi. Mana bu resmiy yurakdan chiqqan gap bu. Chunki jiqchaqda foydasidan ziyni jiq buni. Qarindoshlar, to'g'ri foydalanmasak, bizni tuyuq yo'lga boshlaydigan narsa bu. Shuni men bek jiq kezmayman, ammo bir narsa izlash jarayonida ko'zim tushib qoladi bir jumlaligi ba'zi mazmunlar. Şu aralıklarda şu keyfiyatga qarasam, zaman zaman bir mazmunlar
moda boladigan gördüm. Gayda anda bir nas moda olsa gayda manda bir mazmun moda bolap. Köp adamlar şu etrafta çögleydi ki. Belki başkalarının bayqalandı bunu. Yakından belki moda bir Amerika sayılım hakkıda oldu. Hem de bunu emmanla tolup his kılısılar. Yana bir sizler ancha dikkat kılanmaydıgan mı bir moda oldu. O şu Uygur tiliga alakadar. Darak bir moda. Saylamның işi bitdi, ondan hatırcam boldu. Şuna yana biri davamlıq moda boludy kandik. Yani Uygur tiliga alakadar moda. Bu nime? İmla, tilşünaslık meseleleri, tilimizin saplıkı endişeleri degендek bir moda ekan. Ama bu modada iki çatakını bayqadım. Bugün deydisem, temaga alakası yok, gap üçün bek köp vaqtыңlarni qoyduğan dektorman. Şuna bu iki çatakını silami oylaş dolsanlar, bosi inkasты degeç dolsanlar, men bunu bugün demey turay. Bu bir tepişmak olsun. Hem de bugünkü temaga keleli. Tema körüp toğunanlardek Uygur milli ruhini buzgan medihiyavazlık. Bu köp adamla dikkat kılanmaydıgan, biz en bixt kalıdıgan bir daire bu. Onun için yani bu temini men getirip çıkışıqqa mecbur olap kaldım. Men yakında Bişkek'teki Uygurlar arkalık vatandaki vaziyetten uçur ilişki tırıştım. Endi Bişkek'te Havranlığa aslında Uygur ticaretçiler var. Kitemmey kavılıp kalan 17. yılının başlarında çıkıp aldın kıyırmada. Üyedeki vaziyet özgürüp ketkendiğin ki kitemmey kapkağa Uygurluğu. Ulağı o tarafta mal çıkıp durdu. Mal çıktı demek ança-munça telefon bilen amal gerek, malını boldu kıl deyiş doğru keldi. Bir alaka var. Şuna aşıla arkalık azrak uçur egelleşke urunup gördüm. Aldı bilen şunu bildirip koyğum kelyapdy. Hem bu bekmi muhim ähmiýetlik isimizden çıkarmasligimiz gerek bolan bir uçur. Vaziyetning hiç qanday yumşaş tarafga buralmaganlygy enik. Menin ağa uçurumningki özüki bu. Menin tuqqanlarymyň hiç kaçan telefonga yakın kelmeydiganlygy, hatta salam dep qo'yay desem kaçadyganlygy. Başka adamga berip atgan telefonu var. Fakat o telefonu götürüp gelip geping barmy dese kaçıp atgan gep. Qarindaşlar, kampdan çıqqanlarning umuman aqliy tanqinligi jihatdan normal emasligi. Galdı-gıldan olap kalıdıganlygy. Katarlıklar. Men ağa uçur bu. Bu uçurlar her gün halasa körüşeleydigan uçurlarni yalgan çıkırdı. Halasa her gün körüşeleyatganlar barmış. Üyedik ahval tamamen normalmiş. Kıpkızıl yalgan. Ya ki bundaq körüşeleydiganlarning kimliklerini ifadeleydi bu uçur. Qandaqdır kampda yazılgan şiirlar degenlerning bir çöçek ekenligini mi bilip elişimizge imkan berdigan yaqadan naýaty muhim uçur bu. Ataýtym men bularni dalilleş üçün bu uçurny elişki tırışdym.
Bu temaga bir az aloqador bo'lganlik uchun oldida buni deb etdim. Xo'sh. Yaqindan beri Uyg'ur san'atchilari, naqshchi, qiziqchi degandeklarning nomerlarini ko'rsatadigan bir YouTube kanalı meydana geldi. Belki bir emas bo'lishi mumkin. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, vatan ichida YouTube kanalı ochilmaydi. YouTube açılmaydı vatanda. Eğer açılsaydı, YouTube'daki vatanperverlik teşvikatımız, Xitaylar hakkındaki kamplar hakkındaki teşvikatlar, halkımızın an kurulmasını kayıt şekillendiriş için gayet zor rol oynagan bo'ladi. Bunu Xitaylar bilgechke chet ellerde Xitoyga qarshi siyosiy xohishchanligi va mazmun e'lon qilinadigan har qanday boshqa to'rbatlarmi ochilmaydiganligini hammamiz bilamiz. Andaqkan Uyg'ur artistlarining baxtiyor o'yinlarini ko'rsatadigan bu programmalarning YouTube e'lon qilinishi kim uchun? Maqsadi nima? Buni shu artistlardan birisi e'lon qilib o'tamdi yoki soqchi idorasi e'lon qilib o'tamdi. Xitoy hukumati o'rinlashtirgan internet soqchilari deydigan yangi bir tur bağlab demişko keyingi zamanlarda internet soqchisi. Vatan ichida ochilmaydigan ommaviy torbatlarga yuklangan bunday programmalarning tashviqot obyekti albatta chet elliklar va chet ellardagi Uyg'urlar ekanligi aniq. Maqsad nima? Uyg'urlar chet ellardagi bo'lgunchilarning iddao qilganidek fojialik hayotda emas, Xitoy kompartiyasining rahbarligida baxtiyor hayot kechirmoqda degan psixologik talqindir. Bu programmalar yerlik televiziyalar orqali vatan ichidagilarga ko'rsatiladi albatta. Bu orqali ularga tasalli berish, hayotning yanada go'zal ekanligini, shukr qilish kerakligini qabul qildirish ko'zlangandir. Xitoylar tarixdan beri zulmni baxt deb, tajovuzlarni qutqizib verish deb tashviq qilish bilan qolmay, buni mazlum xalqlarning tili orqali qilib bordi. Go'yo bu naqda allaqachon milliy sarxillar tarafidan e'tirof qilingandek manzara yaratish, xalqda qilchimi gumon qoldirmaslik uchun. Hech qanday bir mustamlikchi, mustamlika el xalqining ma'naviyati bilan bunchalar o'ynamagan. Bunchalar buzg'unchilik elib bormagan. Bunchalar nomussizlik bilan mazlum xalqdan madahiya talab qilib batmagan. Her qanday tajovuzchi besib ilingan xalqning sarxillarini, boylarini, nopuzluq odamlarini, olimlarini, din odamlarini, san'atkorlarini, dangliqlarini o'zlari bilan hamkorlashishga qistaydi. Bu tarafi barliq islohchilar uchun o'rtaq bo'lsa-mu, Xitoylarning bu jihatdagi muvaffaqiyati hayron qolarliqdir. Shundaqli millatimiz ichidagi sarxillarning darhol mustamlikchilarga el bo'lib, ularning og'zi bo'lib, ular demoqchi bo'lganlarni deb berishdagi uzil-kesillikmi hech qanday mustamlik xalqida misli ko'rilmagan darajada umumiydir. Yolg'onmi? Yolg'on deydiganlar chiqib baqsin. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, Xitoy kommunist istilasi bilanla bizning atalmış shoirlarimiz, san'atkorlarimiz Xitoylarning kani bo'lishni boshlab etgan edi. 50-yillardan qolgan tavarruklar ichida Xitoylarni rad qilganlar barmoq bilan sanag'idek bo'lgan. Bo'lsa 99%dan mı ko'proqi Xitoylarning talablarini hatto oshirib o'rindab keldi. Besib ilinganligimizni azoblik debme deyildi. İşqa ashirilgan istilani tang debme deyildi. İstilacılarning beshi bo'lgan mavni quyosh, padar, yani dada deyishdi. O'zimizdan bo'lganlarning bu darajada madiyalari
xalqni gangirtish rol o'ynamdi u qandaq? Albatta. Har qandaq bir xalq yotlarning yurtiga kirib kelishiga eng az degandimi gumon, endisha, ishonchsizlik bilan muomala qiladi. Yot bir odam sizning yurtingizga kelsa, ashuna muomala qilasiz. Lekin o'z ichidan chiqqan hurmatli kishilarning kam ko'tisiz qabuli ularni qabul qilishini talqin qiladi. Yurtning kattasidan birisi yot odamdan birini boshlab kelib, bu nayt yaxshi odamdir. Bu bizga yaxshilik ikkilidi deb tanishtirsa, shu yurtning xalqi qabul qilamdi, qilmamdi? Albatta qabul qiladi. Chunki hayotda nayt nurg'un odamlarning mustaqil fikr qilish qobiliyati bo'lmaydi. Hatto men ko'rgan bir muncha ziyoli atliq qarqo'saqlardimi bu hol umumiy. Bunda avvalda o'zi ishongan biror odamga agishib verish odati mavjud. Shuning ko'z qarashini minimsaysiz, shuning tutumini qabul qilasiz. Shuni to'g'ri xatoga hukm qilinmay tanqislik tutulganda. Aman insonlar o'zlari cho'ng biladigan birisining qarashlarini minimsigan holda qaror chiqaradi. Tutumini belgilaydi. Men chet ellardagi Uyg'ur yoshlaridan shularni angladim. Vatandagi chog'da bizning mustaqil bir vatanimiz bo'lganligini bilmaydim. Xitoylarning vatanimizni besib olganligini bilmaydim. Bayrog'imizni bilmaydim. Yana nurg'un bilmaydim. Cho'nglar, hatto ota-onamni menga bir og'iz bu vaqtda gap qilib boqmagan. Xulqimga bo'lsa-mu pichirlab boqmagan. Men hammani chet elga chiqqandan keyin bildim. Deganligini oldim. Bu mazmundagi gaplarni qilgan yoshlar hali ko'p. Qanday bir xalq o'z avlodlariga bu qadar muhim tarbiyani, muhim nasihatni qilmaydi? Nima uchun bu qadar muhim bir ish insonning kimligi va tabiatligi ufqini avlodlarga udum qilinmaydi? Bu holga tushib qolishimizni nima deb tushundirsak bo'ladi? Nima deb tushunsak bo'ladi? Demak, vatanimizda aslini unuttirgan bir ma'naviy atmosfera yaratilgan bo'lsa, bu Xitoylardanmi o'taroq munofiq adiblarning tuhfasidan barliqqa kelgan desak, texmi to'g'ri bo'ladi. Endi inson psixologiyasidagi g'alatiliklarga kelsak, bir insonni ko'zi ko'rganga emas, anglaganga ishonadigan holga keltirish tamoman mumkindir. Bu haqda men xili ko'p so'zildi. İntayin ağır kunda yaşayotganlarga baxtli ekanligi talqin qilinsa, ular baxtli ekanligiga ishonishga boshlaydi. Buni biz o'z kechmishimizdanmi dalillay oladigan beshimizdan o'tgan bir amaliyotdir. Xitoy zulmini baxt saodat shaklida tashviq qilish o'z tilimiz orqali bo'lganligi uchun buning qabul qilinishi texmi talto'kis bo'ldi. Aslida psixologiyalik tajribalardan ma'lum bo'lgan bu ajoyib g'alatilik o'tgan yarim asrlik Xitoy hukmronligi davrida amaliyotdan o'tkazildi. Xitoylar fanning bu bayqishini bir qitim amaliyotdan o'tkazib dalillagachga 250 yilda yo'lga qo'yilayotgan miqdori oshirilgan, darajasi ko'tarilgan zulm davridimi bu nazariyaga to'liq ishongan holda madhiyachilik orqali xalqning o'zini kontrol qila oladiganligiga jazm qilib bizga oxirgi tasalli sifatida qoldirilgan atalmış san'atdan foydalanmoqda. Cho'qimki milliy kimlik eni tiklanmagan shoirlar, yozuvchilar yana Xitoy tashviqoti uchun qo'lidan kelganini ayab o'tmaydi. Ilgari 50-yillarning tabarruklari bo'lmuş pishqadamlarning mutlaq ko'pchiligi hayotining oxirgi minutlargacha milliy kimlik qarashi haqida to'g'ri ong'i kelinmasdan hayoti bo'yicha Xitoy g'alchiligini qilib umr o'tgan edi. Ba'zilar shaxslar
hatta bazı guruhlar bu bir avlod Xitoy g'alchilarini erkin dunyoda tanıştırıp töhfisini muayyanlashtirib ularni majbur bo'lgan deb oqlashga urinishmoqda. Ve hala chet ellarda Uyg'urlarning mashhur adiblari ustida chet elliklarga tanıştırışını davom qilmoqda. Agar ular şu zamanda ular majbur bo'lgan bo'lsa, bugungilar nim bo'lgan bo'ladi. Bugungilar nim bo'lgan bo'ladi. Men ilgari bu qora niyatchilarga Xitoy g'alchilarini oqlash maydonidagi ikkinchi avlod g'alchilarga qarshi bir maqola e'lon qilgan edim. Mavzusi munofiqlikni har qanday bahona bilan oqlag'ili bo'lmaydi degan maqola. Shu maqolada men kichik g'alchilar oqlashlarga bahona qilgan mecbur bo'lganlik sapsatisiga qarshi shunday bir misolni bergandim. Diqqat qilinglar. Bir yerasti tashkilotining a'zosi dushman tarafidan tutilib qolgan bo'lsa, cho'qimki qattiq qiyin qistoqlarga uchraydi. Bundaq insoniyatsiz qiyin qistoqlarga chidamay dushmanga taslim bo'lgan bo'lsa va tashkilotning sirlarini dushmanga sotgan bo'lsa, biz bu kishini xoin demdik yoki majbur bo'lgan deb oqlamdik. Tabiiyki uni xoin deymiz. Ve bu mavzuda hech kimning boshqa fikri yo'qligini ishonaman. Endi Xitoy g'alchiligini qilib umri o'tgan madiyavoz shoir adiblarni nima uchun majbur bo'lgan deb oqlaymiz. Ular qanday majbur bo'lgan? Haliqi yerasti tashkilotning a'zosi duch kelgandek qiyin qistoq qilinganmi? Chidog'isiz jismoniy azoblarga duch kelganmi? Beshida qilishni tanglab bo'yniga bir tutganmi? Yazada. Bir yerasti tashkilot a'zosi tartgan azoblarning 100%iga tan azobga duch kelgan bo'lsa-edi, biz ularni majbur bo'lgan degan sapsati bilan oqlasak. Ammo amaliyotda ularning milliy kimlik qarshi tiklanmagan. Yoki xato kimlik qarshi bilan hayoti o'tgan ablahlardir. Ular o'zini Sharqi Turkistonlik deganni o'ylab bakmagan. O'zini jungulik degan ablahlar. Bütün ömür boyu bir milletning sarxillari, dehqonlarni qanday qiladi? Dehqonlari o'qimagan qirqusaqni qanday qiladi? Bir milletni yetaklaydigan janoblar bunday qilg'ayadi. Yana bir ajoyib bahona shuki, hammani inkor qilsak kim qoladi? Bu ajoyib sapsati bu. O'ylab bakın. Bu gapcha Uyg'urda tilg'og'idek mashhuradan qolmay bir davr oqqaladi deblar bir top munofiqni millatning sarxil o'g'illari sifatida beshimizga ko'tarishimiz kerak ekanda. Aslida tarixdan beri Xitoylarga bosh egmay kelgan, jismoniy jihatdan istiloga uchirgandimi ma'naviyatini yanada erkin pati qilib davom qilib kelayotgan xalqimizni bu g'alchilar ma'naviy jihatdan tamamen istiloga mahkum qilishda rol o'ynagan xoinlardir. Hatto shuni deyishimiz mumkinki, dunyo tarixida o'tgan xili ko'p mashhur odamlarning istilo va erkinlik haqida aytganlariga asoslanganda bir millat jismoniy istiloga uchirsa, ma'naviyati sog'lom qolsin. Jismoniy istilodan qutula oladiganligidan iborat bu hikmat. Xitoy istilosidan bekrak bu g'alchilarning elib borgan ma'naviy istilosini texmi ashaddiy jinoyatchi deb tunishimiz kerakligini bildirdi. Oldingi 50 yil ichida majburlangan bo'lsa, oldingi 50 yilda biz bachaqdik avvallar. Bugungilarni nima desak bo'ladi? Bugungilarning oshkori yoshirin majburlanayotganligi, qattiq yumshoq usullarni qo'llanayotganligini aytaylik. O'ydimi pishirlashgan olmaydi hozir. O halda bugungi majburlanishga sevish turganda oldingi 50 yilda majburlanish bor edi diye, diyelemdik. Ya biz yaşagan şu anda.
Biz mi yazgan? Hiç kim boynumuzga kılıçını tanlap turgan yok. Fakat namı çıkmaydı. Hiç neyse yazmışsa namı çıkmay kaladı fakat. O münafık ulap gelişi, galçı ulap gelişini hesap kalmaydı. Namı matbuat tükürünsüllü oldu. Bu ahtımı toxtalgan ben eliki qaysı bir yazmışımda. Çexov'un bir hikayesini. Benim ismim Gizitki çıktı deb qo'shiladigan bir mesva. Shamol qattiq chiqdi degan havariy haqidagi xabarda shamol shunday qattiq chiqdiki, palonchi bozorda po'kinchaxon yiqilib tushdi degan xabarda ismi chiqqaniga shunda qo'shilib ketadi emas. Şunun o'xshashlan bir xo'shlik bu. Ashunun o'xshashmaydi. O sharafning qandaqlik qilayotgani yo'q. Chunki oldingi 50 yilning eng az yerimida bizmi Xitoy hukmronligida yashagan edik. Xitoylar haqida madhiya yozish majburiyatini zo'rlashni nima ishqa biz ko'rib boqmadik? Bu bahonalar tamamen quruq gap bo'lib, cho'ng g'alchilarni aqlayotgan kichik g'alchilar. Xuddi inekning beshiga kelgan kun mo'zayning beshiga kelib qolishi andishasidan bo'laversa kerak. Türkler Orhan Pamuk'a qanday qaraydi? Türklerning ichida tunji qatim büyük dunyoviy shuhratga ega Nobel mukofotini olgan yozuvchi Orhan Pamuk'a qanday qaraydi Türkler? Bizga bir sharaf keltirdi, Türk millati uchun sharaf qozondi deb qaramdi, yaxshi ko'ramdi. Nurg'un Türkler onunla hain muamelesi qiladi. Türkiye'de qarşılanmaydı. Orhan Pamuk'ның xatası nima? Bir eg'iz so'z. Ermenilarning qatlamga uchraganligini e'tirof qilgan. Buningga selishtirganda bizning bir ömür Xitoy uchun yaloqchilik qilgan adiblarimizning xatasi qanchalikdir? Nima uchun munofiqlarni aqlab bu millatning vakillik adiblari sifatida chet elliklarga tanishtirishimiz zarur bo'lib qoldi? Başka biri tepilmedimi? Yoki tar nazarchilikdan, jutvozlikdan, tarafbozlikdan mı? Bularning hammasi g'oyat oshkoridir. Milliy kimlik qarashining mujmalligidan deyishimizning sababi ana shu. Hatto shuni qistirib qo'yay, buni ko'pchilikning biladigan bir selishtirma. Kommunistlar bilan Gomindanni selishtirganda Gomindan zo'r darajada demokrat ekanligini, milliy rayonlar uchun ataqda avtonomiya bermagan bo'lsa-mu, amaliyotda kommunist davridagi avtonomiyadanmi kengroq avtonomiya mavjud ekanligini hammalar bilamiz. Masalan, mahkama shar'iy bor. Diniy sud, mahkama shar'iy mavjud Gomindan davrida. Diniy e'tiqod bilan haplashmaydi. Yaşaş usulümüz, kültürümüz bilan hech qanday şey yo'q. Shundaqla kommunistlardek iddiviy xizmat ishlaydigan odatimiz yo'q. Siyosiy tashviqot bilan qayta shakllantirish olib berish urinishlarmi yo'q. Hatto matbuotlarda Gomindanga qarshi muxolif narsalar ancha-muncha e'lon qilinsa, bunchalik ishlarni surishti qilib kishilarni avara qilib yurmaydi. O derecede gözü çıkmaz. Şundak ahvalda bizning Uyg'ur meşhurlardan keyingi çağlarda hadisini beşimizning üstü tutuşqa adetlenip ketgan ulug'larimizdan birining Jangjeshini madilab she'r yozganligini nima deb tushundirmiz? Uni majburlanganmi? Gomindan ashunday ishlar bilan hapilishamdi. Siyosiy o'rganish kursi ochib, ming'juydigan odati bormidi? Mana bulardan shuni ko'ra olamizki, qarindoshlar. Bu odamlardagi madiyavozlik o'z ichidan kelgan qulchilik, g'olchilik, milliy kimlik qarashining tiklanmasligi va hayoti bo'yicha ediqlik qozonolmasligidandir.
Şunu bularning milliy tariximizning eng fojialik davri bo'lgan Xitoy kommunist istilasi davridagi fojialarda Xitoy istilachilaridan kim mas'uliyati bor deyish butunlay xatodir. Ularning jinoyati Xitoylarninkidan og'ir. Chunki ular xalqning ma'naviyatini buzdi. Xalqning ma'naviyatini istilachilarga taslim qildi. Yana Xitoylar jismoniy jihatdan istilo qilgan bo'lsa-mu, ma'naviy jihatdan ro'yitimizni istilo qilolmaydi. Tarixdan beri istilo qilolmay kelgan edi. Dal mushunda g'olchi adiblar ma'naviy jihatdanmi istilo bo'lishimizda nihoyat muhim rol o'ynaganliklari uchun kechirilmasdir. Bugungi kunda Xitoylarning yana Uyg'urlarni xotirjam, baxtli yashayotganda ko'rsatib o'ynalayotgan bu o'yinlarning asosida yotgan omil ana shu oldingi 50 yilda bergan mevalardan, ilhom olganliklaridan takror qo'llanilayotgan psixologik ufurtish taktikadir. Bunun asasını yaratquchilar dal aşı oldingi 50 yilda maydonga kelgan g'olchi adiblardir. Xi Jinping davrida xuddi Mao Zedong davridagidek maddahlarcha madiya odati bosh ko'taribdi. Men WhatsAppda uyda o'tirib, xotin ish Uyg'ur Xi Jinpingni madiyalab o'qigan bir qo'shoqni oldim. Yaqinda torlarda Xi Jinpingning yangi yil nutqi ve bu nutqning ostiga yozilgan Uyg'urcha inkaslar haqida bahs munozara bo'ldi. Xi Jinpingning nutqiga yozilgan Uyg'urcha madiyat tipidagi inkaslar ör dunyoda yashayotganlarga shunda g'alati tuyulayotgan bo'lsa-mu, vatan ichidagilar uchun tamamen normal holga kelgan bir udumdir. Hech kim buni yozganlarni g'olchi ekan, munofiq ekan deb o'ylamaydi. Allaqachon bu normal holatga kelib bo'ldi bu ish. Masalaning ichinishlik yeri, odamni yig'ig istaydigan yeri mana bu. Chunki bugungi zo'rliq besimlar davrini qo'yib turing-da, oldingi 50 yilda yozilgan madiya, xushomat, qulchilik tipidagi mazmunlar uchun kim kimni g'alcha, munofiq deb tanidi? Bu allaqachon normal bir ish sifatida kundalik turmushga singib ketgan bu. Hatta bu chidog'siz holatni shakllantirishda jinoyati bo'lgan g'olchi adiblar bugun hur dunyoda madiylanadi. Uyg'urning katta kishilari sifatida chet ellarga tunishtiryapti. Bugungi kunda Xi Jinping yaloqchilik tipidagi inkaslarni la'natlashdan burun bu muhitni yaratgan oldingi avlod g'olchi shoir adiblarni ayblash kerakligini aqlimizga keltirsak, texmi to'g'ri bo'ladi. Bugun haqiqatan zo'rlanish bor. Çaresiz texmi aqilana bo'ladi. Ishning mohiyatini bilgan bo'lamiz. Oldingi avlod g'olchilarni tunigan vaqtimizda bizning ma'naviy atmosferasimizni yaratgan g'olchi adib shoirlarni o'tmishning saboqlarini xulosalash, esda tutish haqidagi chaqiriqlar, o'tmishdagi fojialar haqidagi emgaklar albatta nihoyat ahamiyatli. Qarindishimiz S.S. Sulaymonning bir kitobi nashr qilinibdi. O kitobni taxi ko'rmagan bo'lsakmi, 3757 2017 deganlardan Uyg'urlarning beshiga kelgan qatliamlarni, fojialarni yozganligini qiyos qilib inkaslar bo'layotdi. Albatta buni ilgari xulosalaydigan odam chiqmagan. Buni xulosalab yaxshi qilibdi. Bu nihoyat ahamiyatli kitob ishonamanki, bularni o'qish, esda tutish kelgusimiz haqida to'g'ri taxminlarda bo'lish uchun bir dasmoydir. Shuning bilan birga jismoniy qatliamlardanmi ta'siri ajallik bo'ladigan ma'naviy qatliamlarning me'morlarini, avangardlarini erkin dunyodami xuddi tuhfikor adiblar sifatida xotirlash, tonishtirish, yeni xatolar uchun zamin hosil qilishi mumkinki, buning hech qanday foydasi yo'q.
Xitaylar şuncha e'tiborlagan bu munofiqlar haqida hech qanday ko'nglimizga shak keltirmasdan bizmi ularni ulug'layotgan bo'lsak, demak, qayta shakllantirishdan o'tgan kallamizdagi chataq, ro'yimizdagi chataq haqiqatan sal chog'liqli bo'lmaydigan darajaga yetganligidir. Ya'ni unchalik munofiqlik biz uchun 3 vaqt tamoqdek. Bek normal ishga aylanib qolganligidandir. Bu ne kadar qo'rqinchli, qarindoshlar. Buningga balkim ba'zilar nurg'un ta'tir inkaslarni yozadi. Chunki ismi atalmagan bo'lsa-mu, ularning cho'qinib kelgan ma'budlariga tegib ketib boradi-da bu gap. Buning uchun bu ta'tir inkaslar haqida ko'pchilikning, qarindoshlarimning adolat tuyg'usiga, haqqoniyat tuyg'usiga sig'inaman. Hammalarga Allohning güzel selamları olsun. Xeyr xoş.